Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'ylab reysiy avtobuslarimiz qatnovda. Ko'rib turganlaridek avtovokzaldan avtovokzalgacha yuradigan avtobuslarimiz qatnovda. UzAvtotrans akalar. Mana vatandoshimiz do'stim gapirib o'tadi qolgan narsalarni. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yuqorida aytib o'tgandek, UzAvtotrans davlat tomonidan qo'yilgan chipta asosida vokzaldan vokzalga qatnaydigan avtobuslarimiz sizlar uchun xizmatda. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashib qolmanglar. Chipta asosida Moskva shahri avtovokzal Kotelniki vokzalidan O'zbekiston Respublikasi Sobirahim avtovokzaliga bitta chipta asosida bir dona avtobusda persatkalarsiz to'g'ri yetib borishinglarni taklif qilib qolamiz. Ichkarini bir ko'rsatib o'tamiz. Ket yozish chiqasizmi? Dilshod aka. Bo'l, rahmat. Aziz vatandoshlar, ko'rib turganinglardek, voditellarimiz qatnovda 3 ta bo'ladi, navbat-navbatdan almashib, sizlarda ehtiyojinglar bo'lmasa hech qayerda to'xtalmaydi. 27 yil stajga ega voditellarimiz nima deysiz? Shepim yo'llar nima bo'lyapti? Yo'llar yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Hujjati yo'q, dokumentlar ali. Ozgina rasxoti bo'ladi, dokumenti yo'qladi. Eplaymiz, chiroyli xudo xohlasa olib chiqib ketamiz. Xudo xohlasa. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum akalar, opalar. Hamma chipta asosida ketyaptimi? Yolg'onlar bo'lmadimi? 5 so'm qo'shib ber, 5000 qo'shib ber, bo'lmadi bunaqa narsalar. Hammanglar o'zingizlarni raqaminglar bo'yicha o'tiribsizlar, qulayliklariga nima deysizlar? UzAvtotrans avtobuslari va'da bergandaqami? Hamma narsa ishlayapti, hamma joy-joyida. Ha, yo'q, asosiy klient ham emas, o'zimizni kollegamiz hisobda bo'lib qopti, akamiz. Taklif qilasizmi shunda? Hammaga taklif qilaman. Biz zo'r bir liniya. Vodiyli, vohali aka-ukalarimiz bemalol kelaverasizlar. Bizda Samarqandga ham reys qo'yildi inshaalloh. Ayniqsa Vodiyga, Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlariga bahordan reyslarimiz qatnovda bo'ladi. Adashmanglar, nomerlarimizni yo'qotib qolmanglar. Tilim ham ishlamay qolyapti shu endi. Qachon qo'ydinglar? Samarqandga Endi qo'yiladi.